buglar tufayli shu levelga yetdim deb faxrlanadigan, lekin hayotda umuman buglarni ko'rishi ko'zi yo'q odamlar dasturchilar bo'ladi. Siz ham dasturlashga yangimisiz? Unda tayyor turing, umringiz qolgan qismi shunaqa qop-qora terminalga tikilgan holda buglar tutish bilan o'tadi. Lekin qo'rqmangizda yechim bor. Umringiz qolgan qismini rang-barang terminalga tikilgan holda buglar tutish bilan qutulishingiz mumkin. Internal pointer variable, ya'ni yechimni dasturchilar tilida aytamiz, chunki tez gapirish bizga emas ekan. 2 yil oldin Redis Data Managementga oid bir loyiha ustida ishlayotganimda bir bugga duch keldim. Juda ham ko'p vaqtim oldi, deyarli 2 haftalar. Asosan shunaqa Python lug'atlari bilan ishlardim. Boshida print funksiyasidan foydalandim, lekin bunda mana bunaqa xunuk ko'rinardi. Keyin pprint o'tdim, printga. Unda sal yaxshiroq, lekin hali ham oq-qora edi. Loglarimni chiroyli va tushunarli qilishim uchun menga printga o'xshagan, lekin ma'lumotlarni rangli chiqazib beradigan nimadir kerak edi. Shuning uchun ozgina vaqt sarfladim. Natijada men kutgan qulayliklarni taklif etadigan package dunyoga keldi, ColorAPPrint. Video davomida uni qanday o'rnatish, uni qanday xususiyatlari bor, qayerda turibdi, hammasini tanishtirib o'taman. Demak, o'rnatish uchun pip install ColorAPPrint deymiz. Men o'rnatib bo'lganman. Qayta bosinglar, shuning uchun tak mana from ColorAPPrint import ColorAPPrint. Bu klassni chaqirib olamiz. Klassning ichiga rost yoki yolg'on qiymatni berib olishimiz kerak bo'ladi. Biz rost qiymat beryapmiz, shubi yozuvimiz ekranga, terminalga ko'rinishi kerak. Biz o'zi qayerdamiz? Tanishtirib o'taman. Mana desktopda code samples degan papka ochib olganman. Bu papkani VS Code'da ochdim. Mana biz proyektimiz ko'rinishi. Bu virtual muhit ochib olganman. Bu o'rnatganimizda shu virtual muhitga o'rnatildi. 7 ta namuna bor vaqtni tejash uchun. Demak, birinchi namuna. Import qilib olganman. Log. Bu yoqda oddiygina flat status degan ma'lumot bozilgan bo'lsa, bu yoqda log mana. Log bold, log concealed, log underline, log reverse. Nuqta bilan qanaqa chiqishini o'zimiz belgilab boraveramiz. Buni yuritib ko'radigan bo'lsak mana. Example namuna 1. Mana oddiy print funksiyasi bilan qanaqa chiqadi? Biz oddiy logimiz mana cyan rangda chiqaryapti. Bu default rangi, o'zini ko'kka o'xshagan rang. Bold bo'ladigan bo'lsa mana yo'g'on chiqyapti. Conceal ya'ni yashirin. Bu yoqda yashirin bo'lsa ham bu yerda text bor. Text borligini nusxa olamiz. Nusxa oldim. Bu yoqqa olib kelib qo'ygan bo'lsak mana olingan text. Ya'ni bu yerda text bor, yashirilgan bo'lsa ham underline tagiga chizilgan. Log reverse. Ikkinchi namunani ko'radigan bo'lsak, bizda shunaqa ma'lumot bor. Xizmat joylashgan ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hamma narsa oldingi safargidek, lekin biz yozuvni green, yashil qilmoqchimiz. Mana. Yuritib ko'ramiz. Ikkinchi namuna, mana oddiy printda qanaqa chiqyapti? Oddiy log green qilganda nima chiqyapti? Log green bold qilganda mana bold chiqyapti. Log green yashil, mana concealed, yashirin. Underline, reverse. Uchinchi namunani ko'ramiz. Bizda users degan list bor, ro'yxat bor. Hamma narsa oldingidagidek, lekin faqat magenta rangida ko'rsatmoqchimiz. Yuritamiz. Ko'rishimiz mumkin. Oddiyda qanaqa ko'rinyapti? Magenta, oddiy magenta. Magenta bold, magenta yashirin, underline, reverse. To'rtinchi namuna shunaqa ko'rinishda ma'lumot. Hamma narsa oldingi safargidek, lekin gray, kulrang chiqarmoqchimiz. Yuritib ko'ramiz. Mana. Bo'ldi ham shu ko'rinadi. Yashirin, tagiga chizilgan. Reverse. 5-chi namunada boshqacharoq narsa ko'rsatmoqchimiz. Oddiy ma'lumot, lekin bizda kulrang yozuv oq fond ustida. Yuritib ko'ramiz. Mana. Fond oq qilgan, yozuv kulrang. Hozir orqasi qora bo'lgani uncha bilinmayapti, lekin yozuvlar kulrang mana. Boldda yaxshiroq ko'rinadi. 6-chi namunada obyektlarni qanaqa ko'rsatishini ko'ramiz. Bizda user class bor. Bu yerda user obyekt yaratyapti. Shuni qora yozuvda sariq fon ustida ko'rmoqchimiz. Mana oddiy print funksiyasi qanaqa chiqaradi? User obyektini mana. Bizning funksiyamiz qanaqa chiqaryapti mana. User object at shu manzilda.
yozuv qora, fon sariq aytganimizdek. Mana. Bu yerda e'tibor berish mumkin bo'lgan jihati yana reverse. Reverse nima qiladi? Biz yozuvda qora bo'lsin, fonni sariq bo'lsin degan edik. Lekin bizda reverse bo'lgan uchun almashtirib turib, fonni qora qilib yozuvni sariq qilib qo'ydi. 7-namunada faqat chuqurroq nested ichma-ich bo'lgan ma'lumotni qanaqa chiqarishini ko'ramiz. Bu yog'i sariq rangdagi tekst, qizil backgroundda. Agar sizning ma'lumotingiz dalshi cheksiz ichma-ich bo'lib ketgan bo'lsa ham bu bemalol chiqarib beradi, chunki bu JSON ga asoslangan. Mana ko'ramiz. Sariq tekst, qizil backgroundda. Buni eng zo'r tomoni mana bu debugda true dan false ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, bu yoqda berilayotgan loglar ekranda ko'rinmaydi. Mana yoritib ko'ramiz. Uje log blacklar bor, lekin u ma'lumot ko'rinmagan. Printdagi ma'lumot ko'ringan, logdagi ma'lumot ko'rinmagan. Yaqindan tanish uchun Googledan search qiling color repair print. Katta ehtimol bilan birinchida chiqishi kerak. Mana py.org sahifasidan ustiga bosadigan bo'lsangiz, bu sahifa ochiladi mana. Pro 5.1 hozirgi versiya shu. Tak, bu yoqda tavsif, qanaqa o'rnatishdan tortib, qanaqa ranglar support qilinganigacha mana. Black, red, green, yellow, blue. Bu tekst ranglari. On black, on red, on green qiladigan bo'lsangiz, bu background ranglari. Bold, underline, reverse, concealed. Bu PyPydagi ko'rinishi. Agar GitHubda kodi bilan tanishmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, GitHubda turibdi mana. Ro'yxatdan color repair print reposi ochiq hammaga. Color repair print eng kichkina package-mada. Boshqa package-lar, xususan Redis Nest, ya'ni Redis Data Management ga oid package haqida videoni o'tkazib o'rmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.